qavatli uyning 11-qavatida joylashgan bu premium klass uyimizning detalli obzorini ko'rishingiz mumkin. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Videoni oxirida sizga 4-qavatda joylashgan yopiq hududdagi bolalar maydonchasini ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Yakkasaroy tumani Prestige Garden'da joylashgan bir xona, ikki xonali uyimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimiz kirish qismi. Kirganingizda chap tomonda sanuzel joylashgan. Barcha ishlar sifatli darajada amalga oshirilgan. To'g'rida studiya formatida o'tiradigan joy qilib, oshxona joylashtirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Barcha mebel texnikalari yangi, hali remontga hech kim yachamagan. Uyimizni sotib olganingizdan so'ng arendaga qo'yib, oyiga 600-700 dollarga foyda ko'rsangiz bo'ladi. Operatorimizni iltimos qilamiz. Oshxonalarni ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Endi esa yotoqxona qismini ko'rsatib o'tamiz. Ixchamgina, shinamgina yotoqxona joylashtirilgan bo'lib, eng yoqqani, o'zimga ham yoqqani rostdan mana bu tokni ekonom qiladigan tokli pol tizimi, ya'ni polni isitadigan tizim o'rnatilgan. Misol uchun deylik, ishdan kelishingizdan oldin bu tokli polni o'chirib, yoqib, xonani isitib qo'yib, oyoq ostog'ini issiqqina qilib, uyga kirib bemalol dam olsangiz bo'ladi. Wi-Fi ga ulanadi, telefoningiz orqali nazorat qilib graduslarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu tomonda ham santexnika ishlari qilingan. Kichkinagina kvadratli uyimiz o'ziga ham ariston, katyol, nasoslar bilan o'rnatilgan. Barcha ishlar sifatli darajada amalga oshirilgan. Instagram kanalimizga obuna bo'lib kuzatib tursanglar, barcha ishlarimizni storylarimizga qo'yib boramiz. Endi esa uyimizni videosi deyishadi ko'plar. Bitini ham ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni derazadan qaraganingizda qanaqa manzara ko'rinadi. Shaharda yarmi ko'rinadi. Kimga shunaqa chiroyli uylar kerak bo'lsa, yaxshi narxlarda, chiroyli narxlarda olib beramiz. Bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Endi esa 4-qavatda joylashgan bolalar maydonchasini ko'rsatib o'tamiz. Bu hudud yopiq zona bo'lib, mashina kirmaydi. 24 ga qo'riqlanadi. 4-qavatda 100% mashina kirmaydigan yopiq hudud bo'lib, 24 ga qo'riqlanadi. 24 ga video kuzatuv ostida bolalar maydonchasi, kattalar o'tiradigan joy, va shuningdek, sog'lomlashtiruvchi mashqlarni bajarish uchun shart-sharoitlar qilib qo'yilgan. Narxlari va qolgan barcha ma'lumotlarni opsionada yozib qoldiramiz.